Men har kuni o'z farzandlarimni uyda qoldirib, o'quvchilarimga ta'lim berish uchun maktabga yo'l olaman. Men faqatgina bilim emas, mehr va ilhom ulashaman, chunki men har bir o'quvchimga ishonaman. O'qituvchi bu shunchaki kasb emas. Bu o'quvchilarning kelajagi, umidlari va orzulari uchun mas'uliyatdir. Biz darslardan so'ng qo'shimcha mashg'ulotlar uchun qolamiz. Hech bir o'quvchi ortda qolmasligi uchun. Chunki biz bilamizki, har bir o'quvchi muhimdir. Ba'zan o'qituvchi bo'lish qalbingdagi bor mehrni, vaqt va kuchni baxsh etishdir. Ammo biz bilamiz, kuchli bo'lishimiz shart, chunki ularning orzulari bizning qo'limizda. Кто выйдет к доске? Ular har gal muvaffaqiyatga erishganda, bizning yuragimiz ham g'urur bilan to'ladi. Chunki ularning zafari bizning ham zafarimizdir. That my team secured a significant investment for revolutionary project in artificial intelligence and information systems. Our premier goal is to increase, enhance education and artificial technologies in Uzbekistan and globally. Aytingchi, erishgan yutuqlaringiz uchun kimga minnatdorchilik bildirgan bo'lar edingiz? Bilasizmi, birinchi navbatda men ota-onamga rahmat demoqchiman va alohida minnatdorchiligimni maktabda o'qitgan ustozimga va barcha meni qo'llab-quvvatlaganlarga o'z tashakkurimni aytmoqchiman.
har bir o'quvchining muvaffaqiyati bu hech qanday pulga sotib olinmaydigan haqiqiy mukofotdir. Я отдельно хочу выразить благодарность своему школьному учителю. O'quvchilarimning har bir erishgan yutuqlaridan faxrlanaman. Men o'qituvchiman va bundan faxrlanaman.